Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar. Ko'rayotgan ola Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan Buğra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlik buzilib sungan cho'ng ikki san'at programmasi, Obida Ipak yo'li san'at programmasi. Rahmat, ben Mehmet Tursun. Mana hammaydan taqozolik bilan kutayotgan 3-qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasi bugundan boshlab rasmiy holda do'stlarimiz bilan yuz ko'rishdi. Qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasidagi ustozlar qo'shini bo'lsa, eng qaltis bo'lgan ustozlarimizdan tashkillangan ustozlar qo'shini bo'lib, ular bo'lsa Abdulla Saksisining yetakchi ustozi Abdulla Abdurim ustoz. Al-Rai guruhining yetakchi ustozi Dilshod Raydin ustoz. Sanobar sahnasining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz. Nur sahnasining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos ustoz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar. 3-qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasining imtihon bosqichi hozir boshlandi. Assalomu alaykum, Ipak yo'li sadasi programmasining ishtirokchilari, Qo'mulliq Cho'lpondan sizlarga salom. Mening bu programmaga qatnashishdagi maqsadim texmi ko'p mushu sohadagi do'stlar bilan tanishish, shundaqla o'zimning yaxshi ko'rgan sizlarni yoqtirib anglaydigan naqshlarimni sizlarga sovg'a qilish. Albatta bu jarayonda 4 ustozning tarbiyalashi ostida kunga yuqori o'rlash. Meni texmi yaxshiroq tushunmoqchiman. Men boshlang'ich maktabning muzika o'qituvchisi, shundaqla Qo'mul san'at o'makining ta'kidlik yolg'iz kishilik naqshi artisti. Mening odatda yaxshi ko'rib o'rinlaydigan naqshlarim güzel ovoz uslubidagi ham milliy ovoz uslubidagi naqshchilar. Kichigimdan tortib naqshini qavatli yaxshi ko'raman. Shundaqla sahnaga omroq bo'lganligim uchun mana mush kungacha davomli tirishyapman.
alaykum so'rim ahli jamoat. Artistga chavak bir uzuq qani yana bir qatim marhamat. Men keldim yo'lim bilan, choy tutdim ko'nglim bilan. Qani ko'nglimdan tutgan choyni ko'ngillari bilan olsila, chintaqsiga sosila. Voy voy sovib qolmasin, qiziq baxsila. Maçay, obdan çay. Komul halkı Çin köngülü bilen sungan çay. Tırnakta toktaydı, yürekte viz kılıp oynaydı. Maçayın işkenler meşreplerdi şok oynaydı. Yaxşı. İsmim Çolpan, cismim mi Çolpan? Ürümçigi kəgiçe besip ötken şehirlerim piçam bilen turpan. Men küçük vaktimde derya boyu boylamaptı men. Yipek yolu sadası da nakşa içinde fakat oylamaptı men. Eğitim kaşan olsun mu çepişip koyay. Nakşını bak yakşı eğitim mısın mu eğitişip koyay. Ak keplerini bağlap koysam uçup gitipti. Kara keplerini bağlap koysam kaçıp gitipti. Ma töt ustazının sürü bek yamanken durgun beyitlen tayarlap koysam fışşı da uçup gitipti desler. Velsikinin pidalı gır. Ma sahnede şunda cim turay desem ama putlarım dirdir. Rahmet. Yaxşı. Vay. Ha. Nakşçı, hem koşakçı, hem müçikesiz değil mi? Özünüzü tanıştırıp takımı toluk bir koyduğuna. Özünüzü mü açık koşak ile tanıştırıyor tamam mı? İsmim İsmim Çolpan. Özüm Çolpan. Çolpan. Çok misallar tutuyorlar. Beni pistonlar da koy. Özüm başlangıç mektebinin müzik okutucusu. Küçüğümde şu sahneye resmen nakşıga aşık bolğanlığım için bana muş gün kelgisi tırışıp kelyaptım ben. Nerede çırak yunuq bolsa kim mikrofon bas çıkıp aytayverme. Yaxşı. Hazır sanat ömekinin tekstik artisti, nakş artisti. Yakında Jungo Müzik İnstitutu'nun millice nakşı etiş uslubunu yeni tutadım. Vanşkuy malımның kolunda. Anca münce arkadaşlar nakşlarla edip koyma. Kaç vakit okudunuz? Bir yıl okudum. Bir yıl kursu veripsizler, yaxşı. Kumul xalq naqşlarının bir komplet bir aytmagan bir avazınızı anlap bakayım. Maqullah. Otabek mihriban qayda ona degan g'amgizon qayda有大个江南花，一太偏，谁说女子相亲贤？买头撒güldür şişik asacağızda Tuğayda bulbul külde akku kazda Tao hala ni jiao halay xin hala ni jiao bai Man shen yi xiang liang kai ya a ge ya ya de Omeli distaleres kasmi Atsito spiumni huzbudi Mesečko nizasmi Mesečko nizasmi Esil. Rahmat, bana muş sahneni vergen barlık Hemmini bilgensiz. Rahmat. Ama veşi, rast dehşet çolpan kensiz. Rahmat. Sizin nakşılarınız Bakın burada da kumul xalq nakşı bilen tenxananın yüzüsünü tartıp Kazak'tan puyuz işimiz kalmadı bırak. İspanya mı? İtalya işe kalmadı. Bütün dünyanın ayrılıp geldi. Munderçisini itibadınız da. Boşuna hemen italayısınız da. Hamısını ip alayım. Omana. Köp kırlıkta muşun demizde mi? Köp kırlık nakşı kensiz. Rahmat. Enedeki sizin etkan nakşınız hem mesela şu bir purak demez. Bazılar yaman cık nakşı bilmedi.
Uyg'urchani, qozoqchani hammasi jiproq deydi-ku, birlab Ha, turadi. ha. Undani hammadan biladi. Ayrim o'zining proqsiyasilar o'rlamoq bu yomon emas. Sizni ovozingiz cheksiz ekan, faqatli bu artist ekansiz. Artistga sizlar ko'rish kerak-da. Tortilgandan keyin shu fuqaro abaqadek velosipedni pedal g'ildilaydi, putum dirildaydi degan shu. Bu ömek sizni hozirgacha takliflik ishlatyaptanda. Ha. Anda Kesib emasda. muqim qilmay. Ya o'zingiz boshqa bir ish qilyapsiz ya. O'zimning ma'lum sabablar bor. Muqim ashada ishlatyapti, o'zimning texmi Erkin Ozoda. yuqori o'rdigim bor. Shunglashqa mana shunday fursatlarni ching tutib, ish qilib bu qatimliq mush sahnani hozirlab bergan barliq azizlarga ko'pdan ko'p tashakkurimni bildiraman. Yo'q. Pek yaxshi. Partiya yaxshi, siyosat yaxshi degandek ham bizning shu bugungi zamonimiz texmi yaxshi bo'lmasa, biz tövandagi artistlarga bunday isil sahnalarni hadaymiz. Mushtaqli esiz bundan jiq sizga bu narsani. Endi gap kelamdi. Gap kelyapmiz bu. Yana birdan endi Sanobar adam texi gap qilmadi, sanobar adam. qanchamiz hammamiz chaqirdik, ha? Kasbi naqshigan cho'pon. Rasmiy. Men ekrandami bir ko'rganda qilman sizni. Dapchilib qumul ohanglarni aytgan to'g'ri. To'g'ri tanibman. Ekranga ko'p chiqib turma, shu hech tunib bo'lamaydi. Mana men Ipak yo'l sadasi programmasida siz haqiqiy cho'lpon bo'lib ketdingiz. Sizning bundan keyingi san'at hayotingizga utuqlarni tilayman. Tallang. Mening oxirgi tanlashim To'xtab turing. Aldiroq salliq qilsangiz bo'lmaydi. Hozir tallay deb aytqan. Bu ham mijroq sizga ko'nglim bek yaqin. Utaq yaqin. Ko'nglim sizga yaqin degandek. Abaytin meni tanlashim degan shu nuqtai nazar chiqib turing. Bo'lmasa qallingizni juydim hala o'zimda. Ya boshqaga ketib qolsa-chi. Sening o'ylaganingdek chiqmay qolsa-chi. Meni o'ylaganimdan chiqib qolmasa bu qiz buninglar to'xtamaydi. Men o'ylayapman deb Pasha qiz adam ustozimizning naqsini aytdi-ku. Shuningga menga to'g'ri kelamkida. Yaqinroq turandi. Ammo menga eng yaqin kelgansiz. Qandaqsiga? Men bilasizmi, men abay sizdek bir boshdan servetadigan. Ya u naqshchi qizmanda ko'zni qisib qo'ysa, ko'zi o'xshaydi ekan deb qilgansiz. Ya bu mening ko'zim azalda qisqiqlik Abdulla. Shu laqabimni bilsan-ku. Cho'lpon qiz. Shu sahnaga nati katta tayyorlik bilan kepsiz cho'lpon. Birisi men naqshi o'zi nat ovozlar kangri haqiqatan kasbi Pasha qiz adam bilan Pasha qiz adam dang chiqargan naqsha bu shundaq naqshlar bilan Pasha qiz adamning bir ulug' naqsh ekanligi hammamizga ayon. Buning bu Pasha adam aytqani nati urg'uliqchi. Zappochiraylik keldi bahar. Ashuningda day. Zappochiraylik keldi bahar. Bulun qonqit boladı ha. Bu texmi yaxshi aytoladi ekan. Bichatkam tanlamsiz ya. qonqitilgan qilib bahar. Chiroyli tiga teginib ketmay. Zappochiraylik keldi bahar. Oyu kirib yonsingiz texmi. Ya Onu siz cho'qim qila olasiz. Ay bulun uşaqlari to'liq. Seni bir yomon deb Çünkü ovozingiz shunaq elastiklik. Sana bir adam yaman chiqib qoladi. Aqal mushaqdan tanlasangiz bo'g'idek. Men tarafdan boshlab. İbeke. mening endi mush sahnada uzoqchiroq tug'im bor. Qanchalik maqolasam shunchalik. Shunglashqa mening eng oxirgi tanlashim o'zining yoshligini, o'zining hayotini san'at uchun bag'ishlagan ustozimiz Sanobar Tursun. Zapmi chiroyliq keldi bahor temasidagi bu naqsha xalqimizga bakmi tonish. Bu tonish naqshini qo'ymi yaqinlik o'rindab berdingiz. Ustozlarmi o'zlarining qoyilligini bildirishdi. Sanobar ustozning yetaklashida keyingi bosqichlarda yanama nodir kuylaringizga taqazzamiz.
Yu Çolpada mübarek olsun. Rahmat. Siz şu sahnəyə çıxan vaxtınızda, səhnədə naqş etiyotgan vaxtınızda şundaqla ən axırda şu qoşaqlarını toplagan vaxtınızda qarıb bək heyran qalğızatdınız bu bizni. Endi şu ustazlarning içində nemiş qilsiz? Sanobar Tursun ustozni tanlashni o'ylab qoldingiz. Asli kelganda Sanobar adam bilan ijoddan chiqishdan birimiz sallayma o'rilib qolsa degan o'yin bor shundan. Sanobar adam cho'qim menga bir marka chaplab qo'ygan dedi. Shundan bilan şu chotni so'qib keldingizdan da. Ishlasak bo'lmaydi. Qo'shada muborak bo'lsin. Sizlarga keyingi shu bosqichdagi ish baringizga texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Xushmet. Rahmat. Assalomu alaykum televizor ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Mening ismim Elshad Qurban. Shinjong universiteti axborot tarqatish institutidan keldim. Yurtim Korla Bugur nahiyasi. Meniki yoqtirib anglaydigan naqshlarim Ammo uslubdagi naqshlar ham gitar bilan o'rinlangan naqshlarni yaxshi ko'rib anglayman. Meniki bu qatimliq Ipak yo'li sadosiga qatnashdik maqsadim o'zimning shu san'atga bo'lgan ishtiyoqimni ustozlarningki taklif fikriga birlashtirib o'zimning saviyasini texnik o'stirish. Assalomu alaykum televizor oldidagi aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Nazarjon Mahmud, o'zim Korla Xush diyoridan keldim. Shinjong universitetining siyosiy va ommaviy boshqarish institutida o'qiyman. Meniki yaxshi ko'rib aytadigan naqshlarim bo'lsa, xalq naqshi va ommabop uslubidagi naqshlarni yoqtirib aytaman, ham yoqtirib anglayman. Bu qatimliq Ipak yo'li sadosiga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimni texnik taraqqiy qildirish, muntazam bilimlarimni sistemlashtirish.
çarçıdı yarını kütü kütü çarçıdı derdim diye ölüp gelsin yoklarsın bilmedim ya ki bir kabrem aldığa yığlarsın bilmedim ya ki bir kabrem aldığa yığlarsın Assalomu alaykum, muhtaram aziz ustozlar. Naq maydondagi televizor ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Al nazar guruhidan hammanglarga o'tliq salom. Mening ismim Elshad Qurbon. O'zim Korli shahri Xijin noyasidan keldim. O'zim hozir Shinjong universiteti radio televiziya axborot kasbida o'qiyapman. Assalomu alaykum. To'rt ustoz, barliq ko'ringanlar. Mening ismim Nazarjon Mahmud. O'zim Korli Xush noyasidan keldim. Hozir Shinjong universitetining siyosiy va ma'muriy boshqarish kasbida o'qiyapman. El nazar, elning nazari tushsin deb chiroyli qism qo'yibsizlar guruhinglarga. Sizlarni tabriklayman. Boshqa ustozlarningki fikr talablari bormi, anglab boqaylik. Bo'lmasa men o'zim yolg'iz o'rildim. Mo'nliq aytinglar, ovozinglarda bir kuch bor. Mo'ng bor, shuning uchun men sizlarni yoqtirdim. Bak chiroyli aytdinglar bolalarım. Naqshanlar yerdi El Nazar degan guruhga muallimimiz Nurnisa Abbasning nazari tushdi. Buning o'zi yaxshi natija. Buning ustiga mening bunday his qilishimcha, o'sha naqshi o'zinglarning naqshisi o'xshamamdi. Ijodiya. Yaxshi texmi yaxshi naqshlarni ishlab nur sahnasida chaqnashinglarni umid qilamiz. Yaxshi kelinglar. Rahmat, kelinglar. Muborak bo'lsin Nazarjon. Datlaring temisidagi naqshingiz orqali ustoz Nurnisa Abbas xonimning muayyanlashtirishiga erishdingiz. Nurnisa Abbas xonimning ham sizni o'z guruhida g'olliq a'zoga aylantira oladiganligiga ishonamiz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Guruhlarning ismi nima? Al nazar guruhi. Al Nazar guruhi. Nimishqa Al Nazar deb guruhi ismini tanlab qoldinglar? Buni ya shu Muxtar Bug'ra ikimiz ayni vaqtda biz tanlanish bosqichidagi vaqtimizda mening ismim Elshad, og'inamiz Nazar bo'lgan ekan. Sizning ismingiz Elni, bu og'inamiz ismidagi Nazarni qo'shib Al Nazar guruhi qilaylik deb shunday qo'yib. Yo'q, bekpayizg'o. Buguncha undaq sizlarning ishpalinglar qanaqroq bo'ldi deb o'ylaysizlar? Ben yaxshi bo'ldi. Bek jiddiylashish kerak to'g'ri. Undaq bo'lsa-da, bugun ishga o'g'illaringizning shu ifodasini ko'rib rozi bo'ldingizmi? Razı oldum, çıkım razı oldum. Benim şu eski ballarımdan şu sahneye çıkan üzül bir şerefli koydum. Undaq bo'lsa-da keyingi bosqichdagi ifodalaring texnik yaxshi bo'lsin deb umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Men o'zim Sanju oblast Qutbiy noyasidan kelgan Azmat Qurbon bo'laman. Hozir yana shu Urum shaharlik 19-boshlang'ichniki muzik o'qituvchisi bo'lib ishlayapman. Shundaqla meni yoqtirib anglaydigan naqshlarim bekrak shu Yevropa debdagi naqshlar. Ondan keyin o'zimizning xalq ahonlari. Endi bu Yipak yo'li sadosi qatnashishdagi maqsad bo'lsa, yana shu ichimdagi ovozni, shu ichimdagi shu sadoni shu sahna orqali aytib chiqib o'shamizga bir 6 beqish ustozlar beqish ko'pchilik bir 6 beqishlar qandarab ta'sirlar bo'ldi. Shuni bilib beqish.
sen her günü qaratma yolunga Məyin şamaldın idinni burayman Geç güzün akşimi ay ve yıldız değil Sırların yar sorayman Bilem sen ki çeller düşümge kirgende Rüyalıqa kollarımdı söreymen Sada qaytırdı gitarının tarısı Köylerde bir seni izleymen Yanımda kilip gel Yüreğimle elip kessem Yar yanımda kilip gel Mening değil ben gülü kessem Yanımda kilip gel Mening değil elip kessem Yar yanımda kilip gel Mening değil мәңгүлі кәсәму мәңгүлі кәсәму Bilem sen her günü qarab mən yolunğa Məyin şamaldın idinni hurayman Geç güzmüm akşimi ay və həm yıldızlı Sırlarım ya sorayman Bilem sen ki çeller düşümge kirgende Rüyalıqa kollarımdın söreymen Sada qaytırdı gitarının tarısı Köylerde bir seni izleymen Yanımda kilip gel Yüreğim elip ketsem Yar yanımda kilip gel Mening değil мәңгүлі кәсәму Yanımda kilip gel Yüreğim elip ketsem Yar yanımda kilip gel Mening değil мәңгүлі кәсәму мәңгүлік кәсәму
Assalomu alaykum ustozlar va barcha ko'ruvchilar, hammalarga Sanju oblast Qutbiy Naisdan kelgan Azmat Qurbondan o'tliq salom. Biz ma ishki muallim ko'nib besibtoq. Rahmat. Balki mavu Sanvar muallim bilan Dilshod muallim naqshangni anglab o'tirib qolgan bo'lishi mumkin. Azmatning ovozi bu naqshchining ovozini men ko'p anglagan. Lekin bugun boshqacharoq chiqdi. Asli buni ovozini to'g'ri va. Masalan mikrofonni yiqiroq akab bizga bir salom qilayotgan hozir. Assalomu alaykum. Qanday ahvolinglar? Yaxshi turdinglar? Bunday gap qo'yasiz. Siz oxirida o'rildingiz. Beshidan imkoncha mikrofon nishadi. Jiroq tutib oldi. Jiroq tutib oldi ekan. Moya bek chinganglandikan-chu, yuqoranglandikan mikrofon. Shu mendagi biyaram qilib qo'ymay deb. Çünkü o'zimga bek ching, balkim pastga bo'shanlarga o'xshaydi undasa. Bu mikrofonning orliq jiroq bo'lib qolsa bizga bilinishidir. Oyoqdan yuqori ko'targan bilanmi mikrofonning orlig'ining yaqin jiroqligi bilinishidir baribir. Sizlarning ovozinglarning tuvan tarafini, bom tarafini aniq anglag'ili olmaydi-chu. Yonimga kelib kel, mandaq yerlari toza aniq anglanmaydi, jiroq bo'lib qolgan ekan. Bana asker ketdi bo'lmasa mikrofonni yiqib tutilsa, men meye chiqib qarsam ovozim bek chingangla ketgan ekan. Sizlarga shunda anglag'ili o'xshaydi deb o'ylab turganda. Buni bir tajriba qilib oldik hamda. Nihoyatda mukammal o'rinlandi bu naqsha. Mencha. Rahmat. Shu mikrofonning masalasini hal qilib olsak, u chaqda bundan keyingi musobaqalarda texmo yaxshi kuch beradigan bir naqshchimiz deb o'ylayman. Erkinning so'zi bo'yicha o'zarcha. Rost. Erkinning naqshini aytibsiz, Sevg'inish degan naqshini. O'zining ijodiyati bu Erkin ininning. Mikrofonninki jiroq yaqin bo'lib qolishi to'g'riliq abay so'zlab bo'ldik. Naqshida siz o'zingizni bir qitim bir qo'yib etmadingiz. Elken mushalatli bo'ldi. Aşını bir yana bir bunda vaqirib etgan bo'lsak, bir yerini avjisincha texmi pichat fayzi bo'lib ketadi. Lekin yaxshi. Chunki bunda deyishimning sabab men bir ko'rib turib bir anglab baqay bunda ovozni kontrol qila oladigan bola zodi kimdir? Baldorak deb baldur pardamni tushirib qo'ydim. Baldorak. Qarasam Azmat o'shimdan ketgil tas qoldim. Bu Azmat men bilan e'longa chiqqan bola ekan bu. Hazır oynasam. Bu işimi putga ishgan dana. Putgan ish hamdi. Siz bayada bizga kun yo'q bo'lamdi deyman. Yaxshi bolalar ketib bordi-chi? Abdulla akamga. Hargiz. Mayli, ixtiyoringiz. Bugun siz ko'nglingizda kimni o'ylab kelgan bo'lsangiz, shu ustozingizni tanlasangiz tamamen bo'ladi. Ammo degandek-chi, bunda. Yana e'longa chiqishamiz. Yana e'longa chiqishamiz bunda be. Chiqinglarni birov olasizlar. Sizlar asosiysi Nurnisaning asimiga deb aylanmadimmi? Bu bola bilan men ko'na. Ko'nma? Voy Alloh. Ha. Lekin ko'na bo'lgan bilan ko'nib basmadingiz bo'lmasa, balkim sizga eg'ib ketishim mumkin-di. Ha. Dayirva. Buni meqamidimi bosam beqamadi ya. Bosam ma'mudidan. Dilshodga kontrol qilish yaxshimi? Ovozni kontrol qilish pek yaxshi ekan. Bu o'sha san'atga o'zini beg'ishlagan bir inimiz bu. Ehtiyot qildi-ya, ehtiyot bilan aytadi. Mayli, qaysimiz bo'laylik ish qilib, bu to'rtimizni birimiz buralsaqmi? Bo'ldi, birini tanlab aytaman, bo'ldi, xotirjam bo'lib ketaylik. Baribir to'rt yilimizni kiramasagida to'rtimiz bo'rasak, birsi kirsa shu. Ikkisini birini tanlab etmamsa, tanlab etmasam shu bilan ishni boshlab ketsak. Anda olsa chiroq o'tirib olaylik, ha? Mandoq. Maqtaq o'tirib Chiroq o'tiraylik. Haqiqatan ta'sirliki. Bu ikkidan bo'lsa sal oson bo'ladi ekan lekin. Bu naqshida men asli ovozimni qo'yasam chiqadi lekin men nima desam bo'ldi, o'zimning nima bo'lsa bo'yicha izlanlam chiqgan ekan. Demaychi, qo'yib beqa. Yanımga kilip gel. Şundan varsın. Mikrofonu hazır mı jiroq tutaylik? Hazır mı jiroq? Yiqqan kelsa ama kulubum yüzülüp ketdi. Munda ish bor-da.
bu kulakni o'ngshayli. Mush necha kun burun o'ngishib kelgan. Doktorga berib. Maxsus mushni. Sizning quloqingiz unda chidimisi anglaganlarga yaxshi bo'lmaydi toza. Ha, yangiratqu sizga yaqinmi Afanson? Menga nisbatan sal yuqori o'xshaydi yangiratqu. Shu sal Afanson sizga ching angladida. Normalda kerak shunday. Xo'p, azimatni xijil qilmayli endi misolni bo'pti. Qani, sizning eng oxirgi tanlashingiz? Eng oxirgi tanlashim eng oxirgi tanlashim Abdulla Abdurahim akamiz. Muhabbat daryosida oqqan har bir oshiq mashqqa seg'inishning izgu damlari hamroh. Seg'inish hissiyotida aytilgan naqshingiz yuraklarni azdi. Abdulla ustozning yetaklashida keyingi bosqichlardami qalblarni illatquchi nodir kuylarni xalqimizga sung'aysiz. Azmat muborak bo'lsin. Rahmat. Endi qandayroq kayfiyat endi turoqlashganda? Musobiq turini olgan sanda har qanday usti naqshchusimi cho'qim temtiraydi. Temtirgandan keyin ham ovoz texnik o'zgarish ekan degan herhalde yaxshi joriy qiladi deb o'ylayman. Shundoq. Endi buningdan keyingi bosqichlardagi ish faoliyatimiz ham yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. 嗨，大家好，我是来自美丽的南疆阿克苏地区塔里木歌舞团的一名独唱演员，我的名字叫王菲菲，我是唱民族美声唱法的。这次参加比赛呢，就是想通过咱们丝绸之路好声音的这个舞台，希望能得到各位专家和老师们评委的认可和指点，能希望通过这个高大上的舞台，能够得到更好的锻炼和提升，也是一次交流学习的机会。我平时比较喜欢唱新疆民歌，因为我本身就是唱民族唱法的，民族和美声唱法。平时呢，我身边周围也有很多非常要好的民族同志和朋友们，他们都会帮助我去学习一些新疆具有民族特色的一些歌曲。这次参加比赛呢，我将会为大家带来不一样的精彩的曲目，希望大家期待着。
各位老师，大家好，我是来自阿克苏地区塔里木歌舞团的一名独唱演员，我的名字叫王菲菲，非常开心来到咱们新疆好歌声的舞台。王菲菲，老师好。你的功底非常好，非常扎实。谢谢。你在学过正统的学过声乐，是不？对，学过。在哪所学校？我是在2012年到2014年是在北京中国音乐学院跟吴碧霞老师学过。文碧霞。吴碧霞。吴碧霞，吴碧霞那是我们中国最有名的女高音歌唱家。哦，是吴谢谢老师。她在国际上获的奖那是多的再不能多了，是吧？吴碧霞。是的。你的这个功底非常好，发声方法你基本掌握的这个程度是已经到一个程度了，反正。谢谢老师。你在演唱中真假声结合各方面气息，还有你的声音的位置，都比较在点子上。谢谢。我很欣赏。谢谢老师。我欢迎你到我的团队来。那个你这首歌的后面部分，我听到了那个巴哈尔古里的声音，你是故意那样唱的还是？我觉得我觉得我在下面练的要比在今天发挥的好，因为今天有点嗓子不舒服。是，我们都知道，每一位学生都是这个感觉。我听到的是这首歌的后面部分，可能我的感觉错了吗？就是巴哈尔古里的那个嗓音，我听到了这个嗓音的影子。你是故意那样唱，还是你的本身的这个音色是那样的？首先是借鉴模仿，完了在自己真声的基础上，就像刚才老师说的，对，要唱自己的声音，可能多多少少借鉴了一些。你自己的声音特别好听，放开唱。就这样放开唱吧。谢谢老师。那个可能是你前面模仿的很长时间，那个也不错，但是就像这位老师说的，你要一直从头到尾一个音色，要不就失败了，一会儿是那个，一会儿是这个，这是一个。第二个，我问个事儿，你以前唱过没有这个通俗歌曲？通俗歌曲没有唱过。没有啊？没有。完了，我完了。没有。你唯一的出路就是到我这儿来。你是一个正统的歌唱演员，你学过这个发声方法，你从事这个声乐专业有多长时间？多少年？就是正规的学习的话，这样说的话，应该是6年。你看。6年啊。你现在是正当年华，你以后还有很长的时间，所以呢，我觉得你的声音非常好，而且你的功底比较好，你学到的东西在声乐的科学的发声方法这点方面，你学到的东西比较多一点。谢谢老师。现在就是我和阿卜杜拉老师，我们两个为你这个按了这个东西啊。你的选择现在给你自由啊，就是在我们2个导师中间选一名。你要继续从事声乐专业继续学一些那个我们中华民谣一些民歌，这样的话，我觉得我还是比较适合的。你全面性的发展一下，这今后咱还需要一些这个现代歌曲、通俗歌曲的话，你也可以选择阿卜杜拉老师。我的选择是。我的选择是迪丽夏蒂老师。Aqsu diyardan kelgan Xanzu qarindishimiz aytgan modern xon temisidagi naqsha ustozlarning ham qoyilligini qo'zg'adi. Sahnamiz mana mushundoq rangarang san'at gullariga purkangan esil sahna. Muborak bo'lsin Wang Feifei.
菲菲，恭喜你！谢谢。我想问一下，你为什么要选择一首民歌来参加这个比赛？因为我生长在美丽的南疆阿克苏地区，而且我们身边周围有很多民族朋友，我们大家在一起，经常一起生活、工作，一起玩儿，我也交往了很多的民族的朋友，他们特别乐于帮助我，是吧？我们关系也非常好。那我们下一个阶段再见。好吧，好，恭喜你。Assalomu alaykum ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Mening ismim Ahtam Ahmad, bu yil 25 yosh, Turpan shahridan keldim. O'zim odatda ommabop uslubdagi naqshlarni ko'proq aytaman ham ko'proq anglayman. Birinchi, ikkinchi qatimliq Ipak yo'li sadosi programmasini televizordan ko'rgandan keyin programmadagi bu mayirlarning naq maydonda aytgan naqshlarni anglab, bular shundoq qoyillig'im mavsum keldi. Shunga bu qatimliq musobaqaga o'zimni bir qobiliyatimni joriy qildiray deb keldim. Gece uzun koçalarda yürümen yalnız, acep bir azaplarda kalıman yalnız. Bilmeymen gidersen kaya, dostlarım bilmeydi aman, hicranda yanıman yalnız. Bilmeymen gidersen kaya, dostlarım bilmeydi ama hicranda yanına yalnız. Gözlerinin nurini yüzünden izleyim, gözlerimin karasını gözümden izleyim. Ben seni güzel kız deyim, üzümni bexitsiz deyim, bexitsiz yanıman yalnız. Ben seni perizat deyim, üzümni azğanzat deyim, azğında yanıman yalnız. Yadımı yetmezmem, suyulsan yalğanlarga. Düşüngümü kürmezmem belki, yıkılsam kavaklarda. İsmini çakırgan peydi, yüzümde yaşımның dedi. Dünyadan gitmen yalnız. Yo'qotding sen pokligingni, pushaymon bilan bir kuni qabrimga kelsan yalnız. Sen o'zing qolasan Assalomu alaykum ustozlar. Yaxshimisizlar? Mening ismim Ahtam Ahmad. Turpandan keldim. Bu yil 25 yosh. Nurnisa muallim kuni bastı cuma. Ahtam Ahmad. Rahmat muallim. Sizning aşı birinci ovozingizdan kuni besishni o'ylashgan. Meningki mijozimda, meningki xarakterimda shu birinci ovozingizni yarab bo'lgan. Lekin o'zimni azroq tutulishni o'rgandimchi yaqindan yaqin. Oxirida qandaqroq voqealar yuz berdi deb azroq saqlab turdim. Lekin o'zim bek amroq bo'lg'achqa Abduxoliq aytgan-ku boshda bu narsani. Nima?
Eliyar Iziz. Eliyar Iziz, Abduxaliq deyman. Eliyar Iziz aytgan vaqtida bek yaxshi ko'rgandim. Sizmi shundoq chiroyli aytdingiz. Endi sizda azroq dimoq ovozi sal eg'ir ekanchu. Shuni o'ngishib olsaklam, sizni ovozingiz butun qizlar kuyadigan bir ovoz bo'lib ketadiganday. Rahmat, rahmat. Qanday qilamiz endi Ahmad? Yaxshi o'rganib, shu Nurisa muallimningki umidini aqlayman. Ha, bo'ldi, gap yo'q unda. Odatda paran qilgan vaqtidagi ovozning o'rni yana normal. Normal, chiroyli. Xo'p, unda bo'lsa bu tutgan ishga Nurisa muallimni chin tutib, yaqin turib ishlariga, o'rganishga, bolalar bilan bo'lgan ittifoqqa, tashkil tuzumga kutgan umidni aqlashga tirishaylik. Bo'ldi. Gülanlardan sonra sahnesiga. Yodingdimi yetmasman suyulsang. Naqshingizga rahmat, Ahtam Ahmad. Qo'ymi hissiyotli aytgan naqshingiz talantingizni namoyon qilib berdi. Nurnisa Abbas ustozning sizdagi yoshirin iqtidorlarni qezib chiqarib, keyingi bosqichda texnik nodir kuyni taqdim qilishingizni umid qilamiz. Yüzümde yaşımın dedi dünyadan gittim. Ahtam muborak bo'lsin. Rahmat. Sizningcha bugungi ish padoningiz qanday bo'ldi deb o'ylaysiz? Saja degandekidek bo'lmadi. Oxirgi nuqtaga borganda qiyib ketdi ovozim. Qiyib ketdi, ozroq jiddilib ketgandek Hozir tamtirash bo'ldi-ku, shu odat naqshatan haqiqatan o'xshamaydi. Odatda shu xatolik chiqib turmasimi bo'lmaydi. Chunki shunday xatolik chiqqan vaqtida uningki tuzatkuni bo'ladigan bir joylarni tepib olaymiz emasmi? Shundaqmi? Muborak bo'lsin, nur sahnasiga qabul qilinamiz. Undan keyingi ish padoningizni texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Vapadarım sen benim mengülügüm.但即可会落地，我飞行，但你坠落之际很靠近，还听见。
Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men Dörbiljandan kelgan. İsmim Yahya Yo'ldosh. Yahya, yaxshimisiz? Yaxshi. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Yahya, mikrofonni yaqin tutib, hozir ma'lum aylandi juma sizga. Dilshod ma'lum aylandi ya. Hozir shu ikki misra shu avjisi bor-ku, bir aytingmi shu chingchang qilib. Söygücüm ben senin veslini. Yakın. Söygücüm nurlandı yürügüm. Vapadarim sen benim mengülügüm. Yegane sen gülüm. O'xshamaydi. Hozir shu deganingizni degan misrani deklamasiya qilib beqmabku. Söygü üçün. Sevgi üçün demede. Ha. Söygü üçün ben senin veslini. Söygü üçün nurlandı yürügüm. Mana endi yo'q seni gap chiqdi. Yahyaga agar qozoqcha deklamatsiya qilinglar desanglar, chataq yo'q. Mahabat üçün endi paratım olmuş. Qaytaymiz endi o'sha mahabat üçün endi o'shaga keldim. Ovozingiz ham boya hozir ablakam aytqizgan yerda müşadilamda, müşning isloma badanda yo'q ishmanda boyadan Dilshod ustozimiz o'rildi sizga. Endi ta'lingiz shu badaningizdanmi chiqadigan ovozni butun Dilshod ustozimiz buni tarbiyalaydigan bo'ldi sizni. Rahmat. Bunga naqshat vujudi. Naqshat vatgan vaqtda vujudi var-ku, shu men ta'sirlandi. Qarasam bir xil vujudi var. Aytmoqda. Shuni ular bis ketdim meni. Bir boshqa sirlari tushib ketdi kuni. Yahya, chiroyli aytdingiz. O'g'lim, naqshni chiroyli aytdingiz, biroq siz balkim tajribasizlikdan mikrofoningiz to'g'ri ishlatilmadi. Mikrofon ishlatish bir naqshchining bir texnikasi. Bilaman. Buni naqshning bom niyalar bo'ldi, zilyalar bo'ldi. Bom chiqmadi. Hissiyotliq so'zlaydigan kelganda mikrofon yiqiroq ekan. Bular restorandagi azam mikrofonni uchun tutib chiqmaydi. Ma o denshtennikini anda tutma. Denshtennikini tüverek tutib olmaydi. Belki. Yoshlardagi olg'a intilish ruhini madhiyalash kerak. Qo'yma hissiyotliq bu naqshini o'xshamagan tilda yuraklarga yetkidek hissiyotliq o'rinlab berdingiz. Naqshining chegarasi yo'q degan mushu. Dilshod Raydun ustozning o'tkir ko'zlari sizni bayqadi. Keyingi bosqichlarda texmi nodir kuylaringizni anglashga taqozomiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mening ismim Alfiya Akbar bo'ldi. Bu yil 18 yoshga kirdim, o'zim Urumchidan bo'lman. Meni odatda yaxshi ko'rib, anglaydigan hamda aytadigan naqshlarim bo'lsa, jaz uslubi bilan R&B uslubidagi naqshlar bo'ldi. Yipak yo'l qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zim garchi muzika jihatdan hech qanday ta'lim tarbiya olib boqmagan bo'lsam-mu, muz sahnaga chiqib ustozlardan yaxshi ta'lim tarbiya olishni umid qilgan asosda keldim. Osmanımda benim, sen güzelsen, bağımdan ıslan. Çok melikem peri güzelsin, sen çok gülüp geliğen. Yüreklerini nurla bilen tevretip, nakşamızdan geliğen. Melike yıldız isen şeriflim, büyük şirin armenim. Ay peri sen perizesin, dillaram içinim. Melike yıldız isen şeriflim, büyük şirin armenim. Ay
Ay perisen perizasen Dillana içine Melikem Kök asmanında armenim Sen güzelsen Birinde dostum Melikem Devri devranım gül hanım Kuyaş külgen Yoruk cihan Melikem Kök asmanında armenim Sen güzelsen Birinde dostum Melikem Devri devranım gül hanım Kuyaş külgen Yoruk cihan Şox melikem peri güzelsen Sen şox gülüp yeriğen Yüreklerini nurla bilen tevretip Nakşamızın yeriğen Melike yıldız isen şerifim Büyük şirin ahmedim Ay perisen perizasen Dillana içini Melike yıldız isen şerifim Büyük şirin ahmedim Ay perisen perizasen Dillana içini Melikem Kök asmanında armenim Sen güzelsen Birinde dostum Melikem Devri devranım gül hanım Kuyaş külgen Yoruk cihan Kök asmanında armenim Kuyaş külgen Yoruk cihan Melikem Devri devranım gül hanım Kuyaş külgen Yoruk cihan Melikem Assalomu alaykum to'rt ustoz, yaxshimisizlar? Men Urumchidan kelgan Alfiya Akbar bo'lman. Bu yil 18 yosh kirdim. Siz o'quvchimi? Bu yil dayi chiqdim. Ali mektepdimi? Birinchi yil o'qidim. Ali mektep bir yil o'tdingiz-da shunaqa. Yaxshi. Bunda yaxshi aytasiz naqshini. Pek jiddiylik ketdim. Ya jiddiyleşmeysiz, jiddiyleşmiyorsanız qanchalik aytdingiz? Acayip yaxshi aytdingiz. Sizning ovozingizdan Dilnaz ko'z oldimga keldi. Qozog'istonda Dilnaz Ahmediyning ashuna naqshi ko'ryapman shuni. U qizmi nayt mashhurg'u ashaqladi. Sizning hissiyatınız, naqsh uslublaringiz, ovozingizni tatib o'xshaydi ekan. Bizdami chiqsin, ashta Dilnazga o'xshash naqshlar. Sizda kichikkansiz, buningdek san'at hayotingizda uzun. Qaysi kasbda o'qiyapsiz? Men hozir qonun kasbida. Qonun kasbidami? Sotchi bo'lasiz, naqshimi? Ikkilasini tanlab olg'im bor. Yaxshi, yaxshi. Tirishing bolam. Rahmat. Davomli tirishing. Men sizga aylandim mana. Rahmat. Mening gruppam kelsangiz yaxshi. Bunaqa naqshlarni yana davomli bildi.
Eğitimiz tekrar ben sizin dadınızdan çoğum. Dadınızı tanıyayım mı Ekber'ni? Ekber. Ha, bilin ben siz Siz mi şunda isimdi ba? Siz ben küçük vaxtınızda bilettim ben. Da, meni kızım bilen tang siz kızımdan bir yaş çoğum beni Sübeydin. Qanday qilamiz? Men baldu bastım mı onu meni görpam kerak. Malanigi bilan anglab baqaylar. O maqsanda men eng oxirida aylandim. Chunki sizning ovozingiz muqimsizlik ko'rilayotgandan keyin, nafas ko'tarilib ketgandan keyin ovoz faqat muqim turmadi. Ansirab qoldim, "Hey, qanday bo'lar?" deb. Keyin bis bo'lgandan keyin qarsam siz endi 18 yoshga kiribsiz. Demak, ovozingizning o'zimi tek to'xtamabdi. Endi to'xtash bosqichida ekan bu ovozingizchi. Mushu vaqtda siz qattiq diqqat qilib, yaxshi yana tanlamasangiz, ovozingizni muqimlashtirish eng muhim. Xato mashq, xato ishlar bilan siz ovozingiz buzilib qoladigan ishlar bo'lib qoldi. Siz burun birsidan biror muallimdan dars olib baqqanmi? Yo'q, hozir qadar biror muallimdan. Ha, yaxshi. Unda bo'lsa, shu to'yatimizning qaysimizni tanlasangiz, sanu beradiz, endi hisobda knopkani bosmadi, lekin bizga davomli izchil holda yordam berib turayotgan ustozimizning birisichu. Dadınızı değmem menga kelibsiniz. Ya qo'rqma, u dadingizni deymatsiz. Dadingiz sizning gapingizni anglaydiganda, dadiga qizining gapini bek anglaydi. Shunday. Dadisi mening gapimni uzun yil anglagan. Uzun yil anglagan. Bir taklif endipkan. Naqshning tekisini ochiq ilishga tirishing hamda. Ma'qul bo'ldi. O to'liqni ketsa texmi yaxshi. Bugun shu Dadisi muzikachi. Bu qizim dadisi Naqshbandda muzik chaldi. İntay yaxshi chaldi ma pianoni. Kim o? Ekber shu. Ekber ablam. Naqshni shunday yaxshi edi. Pishqan Qanday bor ekanlar? Abdulla aka faqat gap qilmay o'tirib oldi. Bu ishqonlar urug' tuqqan chiqyapsanlar men nima deyman. Ha, bu qizimning ovozi bak jumron, mushundaq siliq, sipoyi bir ovozdan boshlanib, balkim dadisi bo'lsa kerak, shu naqshining oxirisida kuch berish kerakligini eskartgan. Men ashta taraz qilib qoldim. Muzikant bo'lgandan keyin musobaqada abayim mana mau seni bersanım degandek, şu musobaqa bo'lg'achqa endi ba'zi naqshlar biz davomli anglasak qolmaydigan. Birli bo'laklik. Avchisi yo'q, o'tirisi yo'q, shu birli ovoz, 4 misrag'i yig'ilgan naqshlar bor. Shunda naqshlarda o'zingizning qanchalik ovozingiz borligini, kuchingiz borligini ko'rsatmaysiz. Şu naqshimi gerçi bu naqshimi bek ovoz doirasiga ko'p talab qo'yilmaydigan naqsh ekan. Biroq bu qizim oxirida bir amallarni qilib o'zining qanchalik doirada ovozma borligini ko'rsatishga tirishdi. Aqlli ekan. Bu dadasi aqlli bo'lg'achqa o'zim aqlli cho'ng'iga o'xshaydi. Xo'p, yaxshi ko'rdik. Rahmat. Shu hozir ma bu ikki dadash bir apashdan birini tanlaysiz. Şiradaş bir apaş kiradaş bir apaş deversiniz buraya yerden çıkıdı. Mening eng oxirgi tanlashim bo'lsa, Nurnisa Abbas ustoz. To'liq yaqinliq naqshidan birini o'rinlab berdingiz. Naqshingiz orqali Nurnisa ustozning qoyilligini qo'lga keltirdingiz. Keyin bosqichlardagi natijangizga omad tilaymiz. Nurnisa ustoz bilan bo'lgan hamkorliginglar ko'ngilli bo'lsin.